o'zbekcha gapirganga iskitga bo'lish kerak. O, selfie qilamiz hozir, selfie qilamiz siz bilan. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ismingiz nima? Sheyx Nazar. Mahbub Afzal, Hindistondan. Biroq. Yaxshimisiz? Qandaysiz? Habibulla aka, eplab bo'lmayapti sizni. Sog' bo'linglar. Hozir selfie qilamiz. Odam o'zbekcha bilan o'rganadi. Yaxshi bilarkansiz. Salpal. Salbal. Qancha aka? 200 mingdan boshlayapti. Bizga qancha? Sizga 220 ming. Pul ko'p. Yo, iskitka, yo, pul ko'p uni bilan, lekin o'zbekcha gapirganga iskitka bo'lish kerak. Bilarkansiz, bu bo'lmasa gap. O'zbeklar sodalashish sunnat deydi-ku. Nech pul qilib berasiz? Nech pul qilib berasiz, shuni ayting. Ha? Lekin kulpnoy zo'r ekan, juda ham toza. Tekinga unda bo'lmaydi, ha? Tekinga bo'ladi. Yo, hazlashyapman, ko'ngilga olmay. Qancha desiz shuncha beramiz. Faqat sifatli narsa bersiz bo'ldi. Mana, oga sifat. Bo'ldi, sifatli bersiz bo'ldi. Tanlagan, ha? 50 ming so'm kilosiga sutga qilib beraman. Bo'ldi, kelishdik. Rahmat katta.